Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Yorqulov Temurbek. Aynan kiber xavfsizlik kursida sizlarning mentoringiz hisoblanaman. O'zim haqimda qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, aynan 5 yildan beri IT sohasida o'z faoliyatimni olib boraman. Bunda front-end, back-end hamda ma'lumotlar bazasini boshqarish tuzilmalari hamda kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlaganman. Demak, bu kurs davomida nimalarni o'rganamiz? Bizning kiber xavfsizlik kursimiz aynan pentestingga yo'naltirilgan bo'ladi. Biz boshlang'ich noldan boshlab aynan pentesting jarayonidagi junior kadr sifatida chiqishingizgacha bo'lgan barcha narsani qamrab olib o'rganamiz. Bunda aynan Linux operatsion tizimini o'rnatishdan tortib, undan qanday foydalanishni o'rganib chiqamiz. Va Linux operatsion tizimida keng qo'llaniladigan tushunchalardan biri bash scripting bo'yicha ham tanishib chiqamiz. Undan keyin o'zi umuman internet tuzilmalari, tarmoq qanaqa ishlashligi haqida ham tanishib chiqamiz. Ya'ni siz ma'lumotlaringiz qay tartibda yetib boryapti, bularni bilishingiz shart. O'zi umuman kiber xavfsizlik xodimlari boshlang'ich tushunchalarni bilmasdan turib yokida barcha qolgan yo'nalishlar bo'yicha qisqacha tushunchasi bo'lmasa, o'z faoliyatida yaxshi kadr sifatida tanila olmaydi. Ya'ni siz barcha tizimlarni himoya qiladigan shaxssiz. Bunda aynan veb-saytlar bo'lishi mumkin, mobil ilovalar, serverlar bo'lishi mumkin, desktop ilovalar. Ya'ni barchasini qanaqa ishlashi, o'zi umuman internet tuzilmalari haqida ma'lumotingiz bo'lsagina, siz yetuk kadr bo'lib chiqishingiz mumkin. Undan keyin Linux'ni boshlang'ich qismlari bilan tanishib chiqqanimizdan keyin biz tarmoq protokollari, modellar bilan tanishib chiqamiz. Va asosiy qismi pentesting qismi. Bunda pentestingni o'sha 5 ta bo'limini to'liq o'rganib chiqamiz. Ma'lumotlarni qanday yig'ish mumkin, zaifliklar qay tarzda topiladi va topilgan zaifliklarni qanday baholash mumkin va shu zaifliklar yordamida tizimni qanday buzib kirish mumkin. Va buzib kirganimizdan keyin aynan tizimda post exploitation, privilege escalation degan tushunchalarimiz bor. Aynan o'sha buzib kirgan tizimimizda qanday qilib administrator darajasigacha bo'lgan huquqlarni olishimiz mumkin. Ya'ni kurs davomida mana shunaqa narsalar bilan tanishib chiqamiz. Kurs davomida o'rgangan bilimlaringizni noqonuniy tarzda ishlatish qat'iyan man etiladi. Faqatgina ruxsat olgan holda yokida test tizimlarida ishlatib ko'rishingiz kerak. Aks holda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Kursni muvaffaqiyatli yakunlagan har bitta talabamiz aynan IT House tomonidan onlayn sertifikat bilan taqdirlanadi. Kursni davom ettirishda sizga omad tilab qolaman. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.